Mana soat 1:15 o'tdi. iPhone 17 Pro ga zakaz qilib yubordik. Yana o'sha yalmog'iz, yana o'sha Bobur akam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Siz 17 Pro keldimi? Obzor qilamizmi biz ham? Bagaj dumalab yuribdi. Qani, bir ko'ring. Voy. Yana. Nesh pul? 2,5 sotamiz hozir. Menga nesh pul berasiz? Sizga bo'lishi. Menga bo'lishi. 2,5 dollar. Mayli, obzor uchun ayamaymiz. Xo'p. Ne? 20 ta. Rozi bo'lasiz? Xudo xohlasa buni unpacking qilamiz. 17 Pro ni hali ochilmagan, yangi zapечатанный va obzor ham qilamiz. YouTube kanalimizga ham va Instagramga ham obzor qilamiz. Agarda siz sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana Friend Store ga zakaz qilib sotib olsangiz bo'ladi va Telegram kanalligini qo'llanaman. Har soat narx-navosi o'zgaryapti. Har soat narx-navosi o'zgaryapti. Telegram kanaliga yetib qo'yinglar. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. iPhone Air ham bor, 17 Pro, Pro Max ham bor. 2 terabayt ham bor. Obzor kutinglar, yaqinda obzor chiqadi.